Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bozor narxida bitimni ko'rib chiqamiz. Ya'ni savdo qilish bozor. Xo'p, avvalo bozor narxida qanday bo'ladi? Mana bozor narxida xo'sh, agarda bizda shu aksiya mavjud bo'lganda va biz bozor narxida sotmoqchi bo'lsak, 675 so'mdan sotishimiz mumkin. Xo'p, agarda biz olmoqchi bo'lsak 7 so'mdan olamiz. Sababi nimaga? Chunki mana xarid qilishga bosamiz va hozirda biz bozor narxida turibmiz. Mana 7 dan turibdi bizda va miqdorini kiritamiz va xarid qilish tugmasini bossak xarid qilamiz. Deylik, mana bitta xarid qilib ko'ramiz 7 dan. Mana aka, bo'ldi, bizda sotib olindi. Mana bitimlar bo'limida. Mana aka, xarid. Hozir amalga oshirilgan xaridimiz 14.25 da. 7 da mana bir dona sotib olingan. Xo'p, endi shuni aksini qilib ko'ramiz. Ya'ni hozirgi olgan aksiyamizni bozor narxida sotib ko'ramiz. Sotishni bossak mana 675 dan chiqadi. Bitta va sotish tugmasini bosamiz. Hozir bizda buyurtma mavjud, shuning uchun faol bo'lgan buyurtmani bekor qilib turamiz. Mana endi sotib ko'ramiz. Mana hop, portfelimizda mavjud 102 ta. Endi biz bittasini sotamiz. Mana tasdiqlaymiz va bo'ldi. Sotildi va bizda 101 ta aksiya qoldi. Mana ko'rib turganingizdek. Ya'ni bozor narxi nima? Bu bozor narxi, deylik, supermarketga kirdingiz va belgilangan narxda olasiz. Yoki aksincha sizga srochniy pul kerak, shuning uchun tezroq sotishingiz kerak, shuning uchun tezroq sotib chiqib ketasiz. Agar mijoz narxida bo'lsa, boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni mijoz narxi bu o'sha bozordagi sotuvga o'xshaydi. Ya'ni sotuvchi bilan tortishib olasiz-ku, biroz vaqtingiz ketadi. Xuddi shunaqa. Hammaga rahmat. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Keyingi videolarda mijoz narxida olishni ko'rsatib o'taman.